Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda Google Sheets'da bir-biriga bog'langan ochiluvchi ro'yxatlar qanday yaratilishini real misol orqali ko'rsataman. Biz kontinent, davlat, rasmiy poytaxt, shaharlar ketma-ketligida professional drop-down tizim tuzamiz. Ya'ni biz kontinent tanlasak, faqat shu kontinentdagi davlatlar chiqadi. Davlat tanlasak, uning rasmiy poytaxti chiqadi va oxirida shu davlatga tegishli shaharlar chiqadi. Buning uchun bizga avvalambor ma'lumotlar kerak bo'ladi. Bu yerda ma'lumotlar varog'ini ko'rib turmoqdasiz. Bu yerda 4 ta asosiy ustun mavjud. Kontinent, ya'ni qit'a, davlat, rasmiy poytaxt, yirik shaharlar. Bu ma'lumotlar barchasi ChatGPT yordamida tayyorlangan. Endi formaga qaytamiz. Mana bunday drop downlarni yaratishda, bizda bog'liq drop downlar yaratishda bizga yana nimalar kerak bo'ladi? Buning uchun bizga yana qo'shimcha varog'lar kerak bo'ladi va albatta formulalar kerak bo'ladi. Keling, biz bularni barchasini boshqatdan ko'rib chiqamiz. Buning uchun bularni o'chirib tashlaymiz. Qo'shimcha yordamchi varog'lardagi formulalarni ham o'chiramiz. Drop downga o'tib, buni ham barchasini o'chirib yuboramiz va barchasini noldan boshlaymiz. Bizda ma'lumotlar bor va formamiz bor, qo'shimcha varog'larimiz ham mavjud. Keling, endi kontinentning drop downini yaratamiz. Drop down yaratishda menimcha barcha bilsa kerak. Bu haqda to'liq to'xtalib o'tmaymiz. Bilmaganlar video orqali sekin-sekin o'rganib oladi degan umiddaman. Bilganlarga takrorlanish bo'ladi. Biz kontinent uchun ma'lumotlar varog'iga o'tib, kontinent ustunini tanlaymiz. OK'da bosamiz. Qarabsizki, bizda formamizda kontinent tayyor. Buni butun ustunga ta'sir qilish uchun ham belgilab, keling, ko'rinishini ham o'zgartirib qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizda kontinentlar tayyor. 6 ta kontinent barchasi tayyor. Endi bizda asosiysi bog'liqlik, ya'ni bir-biriga bog'liq bo'lgan drop downlar yaratish uchun bizga birinchi navbatda aytganimdek, boshida aytib o'tgandek, qo'shimcha varog'lar kerak bo'ladi va albatta formula kerak. Buning uchun biz davlat, ikkinchisi etobimiz bizda davlat bo'lganligi uchun kontinent tanlaymiz va o'sha kontinentga mos davlatlarni formula yordamida chiqarib olamiz. Keling, formulani yozamiz. Ko'rib turganingizdek, endi bizga aynan har bir kontinentga mos bo'lgan davlatlar ro'yxatini formula yordamida chiqarib oldik. Formulani izohda qoldirib o'taman. Buni formulalarga alohida to'xtalib o'tish niyatim yo'q, shuning uchun izohlarda qoldirib o'taman. Qaysi formula ishlatilganligini to'liq yozib o'taman. Endi biz boyagi amalni qaytadan bajaramiz. Davlat uchun drop down yaratamiz. Faqat bu yerda diapazonda ma'lumotlar varog'idan emas, bizga yordamchi varog', ya'ni davlatlar varog'ini tanlab, dollar belgisini belgilab, ani tanlaymiz va tayyor. Ko'rib turganingizdek, bu ro'yxat tayyor. Endi formamizga o'tsak, davlat, ya'ni Yevropa kontinentiga bog'liq bo'lgan davlatlar ro'yxati tayyor. Rossiyaning Yevropa qismi, Fransiya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Buyuk Britaniya va hokazo barchasi shu yerda tayyor. Bu yerda tayyorlik. Mana misol uchun Rossiyani tanlasak, keling buni yana ko'rinishini o'zgartirib olamiz va butun ustun uchun belgilab olamiz. Mana bu AQSh, Osiyo uchun ko'rib turganingizdek, barchasiga qaysi kontinentga bog'liq bo'lsa, o'sha davlatlar chiqib kelmoqda. Endi biz rasmiy poytaxt, buning uchun ham yana shu boya aytganimdek qo'shimcha varog' va formula kerak bo'ladi. Keling, mana shuni yana yozib chiqamiz. Va bunga davlat deb nom berib olamiz. Quyidagi formulamizni yozamiz. If is blank, agar davlat
bo'sh bo'lsa bizga hech narsa qaytarma deymiz. Agar aksincha bo'lsa quyidagi amalni bajar deb aytib beramiz. Ma'lumotlarga o'tib poytaxtni tanlaymiz. Davlatlardan teng davlatga bo'lsin. Barcha formulaning qavslarini yopib mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerdagi davlatlarga mos bo'lgan rasmiy poytaxtlar tayyor bo'ldi. Formaga o'tib, endi rasmiy poytaxt uchun ham drop downni yaratib olamiz. To'xtaylik. Ko'rinishini bir yo'la o'zgartirib olamiz. Formaga o'tsak, mana Rossiyaning poytaxti Moskva, AQShniki Washington, Xitoyda Pekin, Braziliyada Braziliya, Misrda Qohira. Ko'rib turganingizdek, barcha buni kontinentga bog'liq bo'lgan davlatlar ro'yxati va o'sha davlatning rasmiy poytaxti endi esa o'sha davlatga mos bo'lgan yirik va mashhur shaharlar ro'yxatini chiqarib olamiz. Buning uchun ham bizga o'sha yuqorida aytib o'tgandek qo'shimcha varaq va formula yordam beradi. Formulani yana qaytadan yozamiz. Map qilib formamizga qaytib poytaxt ustunini tanlab olamiz va unga lambda orqali nom berib olamiz. Poytaxt bo'lsin va quyiga bu formulani yozamiz. If formulasidan foydalanib, agar poytaxt bo'sh bo'lsa, bizga bo'sh hech narsa qaytarmasin. Agar aksincha bo'lsa, quyidagi amalni bajarsin. Ma'lumotlarga o'tib, shaharlar ustunini belgilab olamiz va bu yerdan poytaxtlar ustuni teng poytaxtga va barcha qauslarni yopib olamiz. Ko'rib turganingizdek, o'sha davlatga taalluqli bo'lgan bog'liq shaharlar ro'yxati ham tayyor bo'ldi. Endi formaga o'tib, yana shaharlar uchun drop down yaratib olamiz. Shaharlar barog'iga o'tib, to'g'ri belgisini qo'yib, ani yozamiz va tayyor. Buni sirasi bog'lab ketamiz. D3 qilib, buni ham bunday ko'rinishini o'zgartirib olamiz. Mana Yevropa kontinenti, Rossiya davlati, Moskva poytaxti va shaharlar ro'yxati. Moskva, Sankt-Peterburg, xullas va hokazo barchasi bor ekan. Endi AQSh davlatiga taalluqli ba'zi bir shaharlar ro'yxati mana Xitoyda, Braziliya, ko'rib turganingizdek, barchasi tayyor. Endi foydalanuvchi hech qachon bir anglashmovchilik bo'lib, boshqa noto'g'ri ma'lumotlarni kiritib qo'ymaydi. Ya'ni Yevropa kontinentiga Osiyoning davlatlarini yoki Shimoliy Amerikaning davlatlarini kirita olmaydi. Yevropani tanlaydi, Fransiya davlatini tanlasa, Fransiyaning rasmiy poytaxti kelib chiqadi, Parij va Fransiya davlatidagi ba'zi bir shaharlar ro'yxati. Shaharlar ro'yxati Marsel deylik. Agar Osiyoni tanlasa, keling O'zbekistonni yozaylik. O'zbekiston, ana o'zimizning O'zbekiston poytaxti Azim Toshkent va ba'zi bir shaharlari Toshkent, Samarqand, Buxoro. Keling Buxoroni tanlaymiz. Mana do'stlar, bir-biriga bog'liq bo'lgan drop downimiz tayyor. Kontinentdan boshlab shahargacha bo'lgan drop downlar tayyor. Video yoqqan bo'lsa like bosing va izohlarda keyingi mavzuyimiz nima haqida ekanligini yozib qoldiring. Hammaga rahmat.